O'tirhal yo'l tutish islom dinining muhim alohidaligi. Undaqda islom dinidagi o'tirhal yo'l tutish va rahimdil bo'lishning qandaq chunqur ma'nosi bor? Musulmonlar qandaq qilganda o'tirhal yo'l tutish va rahimdil bo'lishni chang tura oladi? Yaqinda Jungo islom dini jamiyati ochgan islom dinida o'tirhal yo'l tutish ideyasi ilmiy muhokama yig'inida Jungo islom jamiyatining muavin boshlig'i Adil Hoji Kerim islom dinidagi o'tirhal yo'l tutish va rahimdillik ruhi degan temada maxsus maqola o'qidi. Diqqatinglar Adil Hoji Kerim bilan elib borgan tövandagi suhbatimizda bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bugungi suhbat programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Biz bugun Jungo islom jamiyatining muavin raisi Adil Hoji Kerim bilan elib borgan suhbatimizni diqqatinglarga sunamiz. Assalomu alaykum Adil Hoji aka. Va alaykum assalom. Biz boyam qisqa filmda ko'rib o'tganga o'xshash siz bu qitimqi yig'inda musulmonlarning o'tirhal yo'l tutishi va rahimdillik ruhi degan temadagi maqolangizni o'tirib qo'yibsiz. Andaqda siz bu yerda maqolangizda nima uchun shu o'tirhal yo'l tutish bilan rahimdillikni teng o'tirib qo'ydingiz? Islom dini o'tirhallikni tashabbus qilgandan keyin, ya'ni har qanday ishda o'tir yo'l tutishni tashabbus qiladi. Rahimdillik hamda islom dinimiz tashabbus qilayotgan o'tirhal yo'lniki konkret ifodasi. Bu hamda rahimdillik axloq fazilat bilan ham cheklanib qolmaydi. Bu yerda masalan kishilarga yaxshi muomalada bo'lish, kishilarga xayr saxovat qilish, o'zaro yoryilakli bo'lish, yordamda bo'lish, bir-birimizga rahimdil bo'lish, bir-birimizga mehr shafqat yetkazish, bir-birimizning hol ahvolini bilib turish, masalan bularning hammasi o'sha rahimdillikniki konkret ifodasi. Shuning bilan bir vaqtda islom dinimiz tashabbus qilayotgan o'tir yo'l tutishning konkret namoyandasi. Hamda siz maqolangizda shu Qur'oni Karimda rahimdil bo'lishga munosabatlik sifatlar va madihalar 315 yerda tilga ilindi deb o'tirib qo'yibsiz. Andaqdan nima uchun Qur'oni Karimda bu rahimdillikqa munosabatli gaplar buncha ko'p tilga ilindi? Ammo shu rahimdillik degan so'zning boshqa bir chunqur ma'nosi bormi? Musulmonligimiz sifatimiz bilan har qanday bir ishni boshlaganimizda Bismillahirrohmanirrohim deymiz. Masalan, Bismillahirrohmanirrohimning o'zi ham Ar-Rahman, Ar-Rahim ikkisi so'z bor. Bu ikki so'z, bu kalimalar shu rahimdillikniki namoyandasi hamda shuning ma'nosini ifodalaydi. Masalan, nihoyatda mehr shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlaymiz deymiz. Buning o'zidan ham islom dinimiz rahimdillikni nihoyatda yuksak o'rin qo'yganligi, uning islom dinidagi o'rnining naqadar muhimligini ifodalab beryapti. Masalan, sura Fotihaning o'zidan ham o'sha rahim, shafqatlik, mehribonlik kalimani ifodalaydigan Ar-Rahman, Ar-Rahim kalimasi Bismillahirrohmanirrohim bilan qo'shilib 4 qitim tilga ilindi. Masalan biz namozimizda har vaqt shu Ar-Rahman, Ar-Rahimni tilga ilib, Allohning mehribonligini, mehr shafqatini eslab o'tiramiz. Shuning bilan bir vaqtda Alloh taolaning hamda biz musulmonlar bo'lgan bir xil mehr shafqatimizni, rahimdilligimizni, musulmonlarning ham musulmon emaslarga bo'lgan bir xil rahimdillikni o'zaro keng, inoq, ijil o'tishning muhimligini ko'rsatib turamiz. Shunga men bu qitimqi yig'inda o'sha rahimdillikni hamda alayda o'zlab o'tdim. Ondan başqa siz maqolangiz yana shu Muhammad sallallohu alayhi va sallamning o'z sahobalarga qilgan nasihatlardan nurg'unlarni naql keltiribsiz. Endi buning ichidagi boshqalarga rahimdil bo'la olmagan kishi boshqalarning rahimdilligiga erisholmaydi degan keltirilgan naql so'zingiz menga intayin ta'sir qilib qoldi. Bu so'z ustida bir to'xtalib boqamsiz. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu o'z sahobalariga mehribon bo'lishni, bir-biriga do'st birodar bo'lishni, bir-birisini tuqqandek ko'rib muomalada bo'lishni, kishilarga rahimdil bo'lishni nihoyatda ko'p ta'kidlagan. Sahobalarimiz bu jihatda bizga nihoyatda yaxshi ulgu yaratib bergan. Ular o'z vaqtida sirtdan kelgan musulmon qarindoshlarga nihoyatda yaxshi muomalada bo'lgan, ularga yordamda bo'lgan. Boshqa musulmon bo'lmagan kishilarga nihoyatda o'ziniki axloqi, go'zal axloqi bilan musulmonlik obrazini haqiqiy namoyanda qilgan, ham ularni nihoyatda chiroyli so'z, harakatlar bilan, nihoyatda hikmatli uslubda, eng go'zal til so'zlar bilan ularni hidoyatga yetaklagan. Shularniki isil an'anasi, isil fazilatlariniki turkisida nurg'unlagan kishilar islom diniga kirib musulmon bo'lgan. Payg'ambarimiz shu boshqalarga rahim qilmagan odam
boshqalarning rahim shafqatiga erisholmaydi degan ma'noda hadis sharifni o'tirib qo'ygan. Masalan, man la yarham la yurham deb hamda. Bu hadisning ma'nosi shu. Adlan aka, siz undan boshqa maqolangizda shu o'tir hal yo'l tutquchilar bilan diniy asabiy ideyalik kishilar o'rtasidagi farq ustida xil to'xtalibsiz. Undaq bo'lsa, shu o'tir hal yo'l tutquchilar bilan diniy asabiy ideyalik kishilarning o'rtasidagi farq zodi nima? Islom dinimiz hamda o'tir hal yo'l tutishni tashabbus qildi. Hamma ishda ham diniy amal ibodatlarga sal qarmaydigan, ham diniy amal ibodatlarda haddan chekini oshirib o'tmaydigan yo'lni tutish, o'tir yo'l tutish degan ma'noda hamda. Bu yer masalan diniy amal ibodatda sal qaraydigan bo'lib qolsa, u yana musulmonchilikda mukammal musulmon bo'lgan bo'lmaydi. Hamda amal ibodatlarda, ijtimoiy aloqa munosabatlarda haddan ziyoda chekini oshirib o'tsa, u inson tabiatiga yana toza mos kelmaydi. Shunga islom dinimiz o'tir hal, haqqoniy yo'lni tutqin deb tashabbus qildi. Hamda bu asabiy ideyadagi kishilar hamda islom dinimizning shunday isil an'analari bor turug'liq ba'zi amal harakatlari hamda chekidan ishib ketdi. Bu hamda islom dinimiz tashabbus qilayotgan o'tira yo'l tutish, rahimdil bo'lish, mehr shafqat yetkazish, tinchlik, osoyishlik, keng qo'saqlik ideyalariga muxolif hamda. Shuni bu jihatda hamda biz men maqolamda shu islom dinimizniki to'g'ri yo'nalishdagi ideyalarni bir tushuntirib etdim. Hamda bu islom dinimizning shu isil axloq fazilat tashabbuslarini musulmonlarga tashabbus qilishimizga, tushuntirishimiz kerak to'g'ri yo'nalishda. Shuning bilan bir vaqtda musulmon emaslarmi bizning islom dinimizniki shunday isil an'analarini, tashabbuslarini, amal ibodatlarini, qoida usullarini bilishi kerak. Bu orqali musulmon bilan musulmon emas o'tirishga inoqlik, ijillikni texmi obdan joriy qildira olamiz. Ham biz ham shu o'tir hal yo'l tutish orqali o'zimizning musulmonlik, haqiqiy musulmonlik obrazimizni nihoyatda yaxshi, go'zal, hikmatli uslubda namoyon qila olamiz. Bu hammamiz uchun bir xo'shalanarli ish deb qarayman. Hamda yaqinqi bir necha yildan buyon avtonom rayonimiz va mamlakatimizning bir qism joylarida bir qism shu diniy asabiy ideyadagi kishilarningki terrorlik, buzg'unchilik harakatlari kayni-kaynidan yuz berib, islom dini va musulmonlar ommasiga og'ir ziyonlarni olib keldi. Undaq bo'lsa, siz mana shu xil oz bir qismdagi diniy asabiy ideyadagi kishilarningki bu xil harakatlarga qanday qaraysiz? Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydi, masalan, kishilarga yassiru va la tuassiru, bashiru va la tunaffiru degan hadis bor. Ma'nosi hamda sizlar kishilarga osonlikni ilib kelinglar, kishilarga ig'irchilik ilib kelmanglar. Kishilarga xush bishorat yetkazinglar, kishilarni urgitib etmanglar deydi. Masalan, musulmonchilik obrazingizning namoyandasi bilan sizga xush xabar yetkazish, masalan, sizga xush duolarni qilish, durust niyat bilan. Boshlarning mushunlarning hammasi xush bishorat. Ham kishilarni urkitib etmaslik degan gap hamda musulmon ekanmiz, bir-birimizni vahimaga solmasligimiz. Bir-birimizni urkitib, bir-birimizni ayrildan, qachidan qilib qo'ymasligimiz. Har vaqt inoq ijil bo'lib o'tadiganga shundoq yo'lni tepishimiz lozimligini tushuntirib beryapti. Endi bu zo'ravonlik, terrorlik harakatlar amaliyotda kishilarni urkitayotgan gap. Kishilarni chekdan oshirib o'tib, zo'ravon yo'liga boshlayotgan gap bir qism kishilarni qaymoqtirib hamda. Demak, bu tür ishlar islom dinimizning tashabbuslariga tubdan xilof. Ham musulmonlik obrazimiz nuqsini aytgan chog'da musulmonlik obrazimizga nihoyatda dog' tekkizganlik bo'ladi. Undaqda sizcha shu e'tiqodchi omma qanday qilganda o'tir hal va rahimdillik yo'lini tutib manganaydi? Diniy zotlar o'zining madaniyat bilimlarini oshirishi ham o'zidagi hozir diniy asosi, diniy bilimlarining saviyasini texmi bir badaq oshirishi, davri bilan tang ilgarilaydigan bilimlarga ega bo'lish, mushunday qobiliyatga yetishga tirishishimiz kerak. Shundoq bo'lgan chog'da ondan biz keng musulmon ommasini to'g'ri yo'nalishda cuma vaz xutbalarida bo'lsin, boshqa diniy faoliyatlarda bo'lsin, to'g'ri yo'nalishda jamoatga texmi ko'p shu vaz nasihat qila olamiz. Ham ularni islom dinimizning haqiqiy tashabbuslari ham ruhiyatini tushuntirib beramiz.